بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah subhanahu va taoloning madadi bilan inshaalloh bugungi darsimiz Sura-i Moida, ya'ni Dasturxon surasi. Inson hayotda yashar ekan, bu hayotni, borliq hayotini tutib turuvchi bir tutqichlar bo'lishligi zarur bo'lganga o'xshagan. Agar borliq hayotidagi koinotni tutib turuvchi tutqichlarni agar Alloh subhanahu va taolo yaratmasa, bu borliq parokanda bo'lib ketganiga o'xshagan. Insonlar hayotini, bu borliqda yashayotgan insonlar hayotini ham tutib turuvchi o'zgarmas bir tutqichlar bo'lmoqligi kerak. Bu tutqichlar ma'lum bir davrda o'zgarib turadigan tutqichlar bo'lmasligi kerak. Bu tutqichlar yillar sari, oylar sari o'zgaradigan bo'lmasligi kerak. Agar o'zgarmas bu tutqichlar bo'lmas ekan, insonning o'zining shaxsiy hayoti ham muvozanatdan chiqadi va o'zining boshqalar bilan bo'lgan hayoti ham muvozanatdan chiqadi. Atrofdagi jonsiz mavjudot bilan birga bo'lgan hayoti ham muvozanatdan chiqadi va o'zining yaqinlar bilan va uzoqlar bilan bo'lgan munosabatlari ham muvozanatdan chiqadi. Xullas, dushmanlarga nisbatan bo'lgan muomalalarda ham mo'min kishilar uchun Alloh subhanahu va taolo tutqich berganki, shunga asosan muomala qilishadilar. Ular hech qachon o'zlarining havoyi nafslari bilan muomala qilishlikka haqlari yo'q. Ular bir muqayyat bo'lib yashashadilar, o'zgarmas qonun bo'lgan tutqichlarga. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo insonning hayotdagi hayotini, manhajini insonlarga huquqini bermadi. O'zi o'zgarmas bir manhajni jo'natdi. Uning shaxsiy hayotida ham, ijtimoiy hayotida ham, duvaliy hayotida ham, xalqaro dushmanlariga nisbatan bo'lgan hayotida ham o'zgarmas bir yo'llarni jo'natdi. Mo'min kishi o'zining hayotida shu qonunlarga muqayyat bo'lgan holatda yashaydi, mo'min bo'lib. Bu qonunlarga muqayyat bo'lmaslik bilan mo'minlikdan chiqadi. Bugungi darsimizdagi Estaizu billah, ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqud. Ey iymon keltirgan kishilar, uqud ya'ni aqdlarga, ahdlarga vafo qilinglar. Ahdlarga vafo qilinglar to'la suratda. Alloh subhanahu va taolo bu aqdlar ya'ni ahdlarni bizga mana birinchi Allohga bo'lgan iymon aqdi. Bu iymon aqdini modomiki bir kishi bajarmas ekan, mo'min bo'la olmaydi. Bu yagona ma'budning barhaq ekanligi va Muhammad alayhissalomning Allohning elchisi ekanligini tan olishlik bo'lgan iymon ahdi va aqdidir. Mo'min bo'lgandan keyin hayotdagi hamma buyurilgan hayotning har bir narsasini Alloh subhanahu va taolo bayon qildi. Qur'oni Karimda
dunyo va oxiratni o'z ichiga oluvchi hamma ahkomlar bayon qilindi. Umumiy ahkomlar bayon qilindi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadisi muboraklari bilan bayon qilindi. Mujtahidlarning Qur'on va hadis asosida chiqargan istinbotlari bilan bayon bo'ldi. Mana bu islomdagi aqdlar hisoblanadi. 5 vaqt namozni o'qishlik bu aqdlarning bittasi. Zakot, moli nisobga yetsa zakotni berishlik aqdlarning bittasi. 1 yilda 1 oy roza tutishlik bu aqdlarning bittasi. Va 1 yilda hajga qodir bo'lsa borishlik, bu umrda 1 marta borishlik, bu ham Alloh subhanahu va taolo tarafidan insonlarga jo'natilingan aqdlardan bittasiki, mana bu narsalarga to'la o'tashlikka Alloh subhanahu va taolo iymon keltirganlarni buyuryapti. Shu bilan birga hayotning hamma bir bosqichida, hatto ba'zi aqdlar ma'lum bir vaqtlarga bog'liqki, inson shu vaqtlarda ma'lum bir narsa amallardan ehtiyot bo'lishlik kerak. Ba'zi aqdlar bo'lsa makonga bog'liq bo'ladi. Ba'zilari bo'lsa zamonga bog'liq bo'ladi. Ba'zilari bo'lsa zamon u vaqtga hech qanday muqayyat bo'lmasdan inson modomiki mo'min kishi hayot bo'lar ekan, davomiy hayotiga bog'liq bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo bu aqdlarning ba'zilarini Sura-i Moidani avvalda bayon qilib, Ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqud uhillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla alaykum ghayra muhillis saydi wa antum hurum innalloha yahkumu ma yurid. Aqdlarga vafo qilishlikka buyurilgandan keyin Alloh subhanahu va taolo xabar beryaptiki, sizlarga bahimatul an'am, ya'ni chorpolar, hayvonlarni so'yib yeyishlik sizlarga halol qilindi. Sizlarga haromligi aytilinganlar bundan mustasnodir. Ba'zi hayvonlarni Alloh subhanahu va taolo yeyishlikni harom qildi. Bularni o'zini kitobida o'qib, buni payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga shu u kishi vositalik tilovat qilib berildi. Mana bu hayvonlar mustasno, boshqa hayvonlar haloldir. Inshaalloh hozirgi darsimizning davomida u tilovat qilingan, ya'ni haromligi qaysi bo'lgan hayvonlar inshaalloh o'qilinadi. Bahimatul an'am bu tuya, mol, qo'y va hamda boshqa bir vahshiylar ichida ham borki, ya'ni uy hayvonlardan tashqari bo'lgan kiyik, shunga o'xshagan narsalarni o'z ichiga oladi. Bular Alloh subhanahu va taolo bu hayvonlarni so'yib yeyishlikni bizga halol qildi. Illa ma yutla alaykum, ammo sizlarga haromligi tilovat qilinganlari bular haromdir. G'ayra muhillis saydi va antum hurum. Sizlar ba'zi holatlarda insonni, ya'ni mo'minni Alloh subhanahu va taoloning o'ziga mutavajjih bo'lishligiga buyurdi. Bu vaqtda Allohning shiorlarini barpo qilishlikka Alloh taolo buyurdi. Va shu vaqtda ba'zi hayvonlarni ovlashlikni halol qilmadi. Ihrom bog'lagan vaqtda, hajga va hamda umraga ihrom bog'lagan vaqtlarda ov qilishlikni, shu hayvonlarni jonlik mavjudot bo'lsa, shuni ov qilishlikni Alloh subhanahu va taolo harom qildi. Banda o'zida Alloh subhanahu va taologa labbayka aytgandan keyin, ihromga kirgandan keyin, endi o'ziga jonlik mavjudotga birortasiga zarar yetkazib, ya'ni uni ov qilishlikni islom unga harom qildi. Mana bu g'ayra muhillis saydi va antum hurum, ihromda bo'lgan holatinglarda, hajgami, umragami ihrom bog'lagan vaqtinglarda ov qilishlikni halol sanamagan holatinglarda, ya'ni sizlarga mutlaq ov qilishlik haromdir. Bu zamonga muqayyat bo'lgan hukmlardir. Ihrom vaqtidagina
bu ov qilishlik inson mo'min kishiga halol bo'lmaydi. Innalloha yahkumu ma yurid. Alloh subhanahu va taolo o'zi xohlagan narsasini hukm qiladi. Ya'ni sizlarning ihrom vaqtida ov qilishlikni, harom qilishlikni xohladi va shuni hukm qiladi. Ya ayyuhallazina amanu la tuhillu sha'airallohi va lash-shahral haram ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا. Allah subhanahu va taolo iymon keltirgan kishilarga nido qilib, ey iymon keltirgan kishilar, Allohning shiorlarini halol qilmanglar. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo haj va umrada ba'zi bir amallarni harom qildiki, bularning hurmatini lozim qilishligingizni sizlardan talab qildi. Allohning bu shiorlarini hurmatini to'kib, bu amallarni, tiyilgan amaliylarni bemalol qilgan holatda yurmanglar. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo bu yerdagi sha'airalloh kalimasidan murod haj va umraga ihrom bog'langan vaqtda hurmati lozim bo'lgan amallardir. Inson ihrom bog'lashligi bilan unga ihromdan tashqarida ko'p mumkin bo'lgan amallarning bunga mumkin emas bo'ladi. Bu amallar Allohning shioriki, bu bilan mo'min kishi o'zining Allohning buyrug'iga tayyor ekanligini e'lon qilgandan keyin endi o'zida hech qanday bir nafsiga ulush olib qolmagandan keyin faqat Alloh subhanahu va taoloning o'ziga mutavajjih bo'lib, ba'zi bir qaytargan narsalardan qaytib, o'zida Allohning shiorlarini barpo qiladi. Masalan, biror ihrom bog'lagandan keyin ov qilishligi mumkin emas, hali aytib o'tganimizdek. Sochini oldirishlik mumkin emas, tirnog'ini olishlik mumkin emas. O'zi bir uzursiz bo'lgan bo'lsa yuvinib taranishligi mumkin emas. Xushbo'ylanishligi, ihromdagi xushbo'ylangandan tashqari keyin to o'zini xushbo'ylashligi qurbonligini so'yguncha, yawmun nahr qurbonlik kuni kelguncha mumkin emas bo'ladi. Mana bu amallar bilan o'zida Allohning hukmini, shiorlarini ko'rsatadi. Ey iymon keltirgan kishilar, Allohning haj va umradagi shiorlarini qilishlik mumkin emas bo'lgan narsalarni sizlar mumkin deb halol sanab qilmanglar. Inson hajga borganda odatda bir qilishligi mumkin bo'lgan narsalardan hammasini tiyilib, o'zida Allohning hukmiga muqayyat bo'lishligini yangilab keladi. Vala shahral harom. Demak, shundan ma'lum bo'ladiki, ihrom vaqtida Alloh subhanahu va taolo qaytargan narsalardan qaytishlikka Alloh buyuryapti. Shahrul haromni ham hurmatini to'kmanglar. Shahrul harom 4 oyni tashkil qilib, Rajab, Zulqa'da, Zulhijja, Muharram oylari shahrul harom hisoblanadi. Bu shahrul haromda jang qilishlik mutlaqo mumkin emas. Yer kurrasi bo'yicha bu oylarda jang qilishlik mumkin emasdir. Bu bir narsaning haromligi bu yerda zamonga muqayyat bo'lyapti. Demak, shahrul harom ya'ni 4 oyda Rajab, Zulqa'da, Zulhijja, Muharram oylarida bu oyning hurmatini to'kib, mu'minlar, boshqa bir kishilar bu oyda jang qilishligi mumkin emasdir. Shahrul haromda Alloh subhanahu va taolo jangni harom qildi. Arablar islomdan ilgari ham shahrul haromni hurmatini keltirishardi. Lekin ba'zi bir amallarni bular havolariga muvofiq qilib, ba'zi oylarni jang qilishlik maqsadida kechiktirib, uzaytirib, qisqartirishib shunday hiylalar bilan bajarishardi. Alloh subhanahu va taolo bu 4 oyda jangni harom qildiki, inson bir xotirjamlik lazzatini esdan chiqarib qo'ymasin.
har qanday dushmanlarga nisbatan ham bu vaqtda jang qilishligi mumkin emas bo'ldiki, butun bashariyat jang qilib to'xtamasdan jang qilib yurgan bashariyat bir xotirjamlik lazzatini tatib, xotirjamlikka moyil bo'lsin. Valal hadiya. Hadiya aslida haj qiluvchi kishi yo umra qiluvchi kishi Yawmun Nahr, ya'ni qurbonlik kunida so'yishlik uchun olgan hayvonni, go'shti halol bo'lgan hayvonni hadiy deyiladi. Shun bilan u haj shiorlarini o'taydida, shu narsaning hadiyini halol qilmaylar degandan murod shuki, buni biror bir maqsad bilan o'zi asli hadiyini Alloh subhanahu va taolo haj qiluvchi va umra qiluvchiga ya qurbonlik kunida ma'lum bir o'rinda so'yishlikka buyurganida, bundan boshqa maqsadga ishlatmaylar. Va shundan tashqari qurbonlik kunidan boshqa kunda so'ymanglar degan ma'noni bildiradi. Va buning go'shti, terisi va yunidan foydalanib sotib foydalanmanglar. Buni fuqarolarga ihson qilinglar. Ya'ni hadiyini halol qilmanglar deganning ma'nosi bu faqat qurbonlik kunida ma'lum bir o'rinda haj qiluvchi, umra qiluvchi shu yerda so'yishlikka o'zi maqsadida olganida, uni boshqa maqsadlarga ishlatmanglar. Va uning terisi, yuni bulardan foydalanib sotib foydalanmanglar. Buniki fuqarolarning haqqi bo'lganida shularga beringlar. Valal hadiya valal qalaida. Qalaid bu hadiydan keyin kelishlikdan biz bilamizki, bir kishi biror bir narsani so'yishlikni nazr qilgan bo'lsa Allohning yo'lida, bu nazr qilgan bo'lsa, shu nazrga alomat qilib qo'yishar ekan. Ya'ni bir hayvonni, tuyani so'yishlik uchun, Allohning yo'lida so'yishlik uchun, yoinki biror bir molni yo bir qo'yni Allohning yo'lida so'yishlik uchun nazr qilib qo'ygan bo'lsa, bunga bir alomat qo'yib, bo'yniga bir narsa osib qo'yishar ekan. Shuning uchun qalaid degan kalimadan murod, vallohu alam, shu bo'lsa kerak, bo'yniga osilingan, Alloh yo'lida nazr qilgan hayvonlarni sizlar boshqa maqsadga burib ketmanglar. Alloh yo'lida nazr qilingan narsani shu nazrga vafo qilishlikka, vafo qilmaslikdan Alloh subhanahu va taolo qaytaryapti. Ya'ni bu nazrilarga vafo qilinglar. Shu o'rin bilan shuni eslatib o'tishimiz kerakki, nazr birodarlar faqat Alloh subhanahu va taoloning o'ziga bo'ladi. Kim boshqaga nazr qilgan bo'lsa mushrik bo'ladi. Bu amal shirk bo'ladi. Nazr faqat Alloh subhanahu va taologa bo'ladi. Walal qalaida wala amin al-baytal haram yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana. Amin al-baytal haram, bundan murod Baytul Haromni qasd qilib, tijorat maqsadida qasd qilib ketayotgan, Allohning rizosini topishlik uchun maqsad qilib ketayotgan Baytul Haromni qasd qilib ketayotgan kishilarni sizlar bularga amonlik beringlar. Ya'ni ularni hurmatlarini to'kishlikdan saqlaninglar. Baytul Harom tarafiga bir kishi qasd qilib ketayotgan bo'lsa, yabtaguna fadlan min rabbihim, Rabbi tarafidan fazlni talab qilib deb, bundan maqsad tijorat. Tijorat maqsadida va hamda Allohning rizosini maqsad qilib ketayotgan bir kishini, shularning hurmatlarini bu maydonga kirgandan keyin to'kmanglarki, bularga amonlik beringlar. Qur'oni Karim Baytul Haromga kirgan kishi kirishligi bilan xotirjam bo'ladi. Va man dakhalahu kana amina. Kim Baytul Haromga kirgan bo'lsa xotirjam bo'ladi. Hattoki bu yerda dushmaningizga ham zarar yetkazishlikka haqqingiz yo'qdir. İbrahim aleyhisselam Baytul Haromni
Ka'ba-i muazzamani qurgan vaqtlarda Xudoyo bu yerni xotirjamlik joyi qilgin deb duo qildilar. Alloh subhanahu va taolo duolarini ijobat qildi. Hattoki biror bir shu yerda qonuniga bir zid ish qilib shu yerga kirib olgan odamni ham shu haramda tegilmaydi birodarlar. Bu yerda bir haramning qushlariga biror kishi zarar yetkazmaydi. Haramning daraxtlarini putamaydi ihromda bo'lgan kishilar bular. Mana bu haramni Alloh subhanahu va taolo xotirjamlik joy qildi. Bu oyatda Baytul Haromni xoh tijorat va hamda Allohning rizosini maqsad qilib ketayotgan kishilarning amonlik beringlar, ularning amonliklariga putur yetkazmanglar degan maqsaddir. Va iza halaltum fastadu. Ihromdan chiqib halol bo'lsanglar, fastadu, endi sizlarga ov qilishlik mumkindir. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. رسول الله صلى الله عليه وسلم Makka-i Mukarramada islomga da'vat qilganliklari sababli o'zlari va o'zlariga ergashgan ashoblar quvg'in qilingan edi. O'zlarining tug'ilgan joylaridan quvg'in qilingan edi. Ularning ba'zilari shahid bo'lgan edi. Ba'zilari mahbus bo'lib azob chekardi. Ba'zilari bo'lsa Makka-i Mukarramadan Alloh subhanahu va taoloning buyrug'iga itoat qilib hijrat qilishgan edi Madina-i Munawvaraga. Endi Makka-i Mukarrama fath qilingandan keyin mo'min kishining qilgan harakati hammasi Allohning rizosi uchun bo'lishi kerak. Bunda o'zining nafsi uchun zarracha bir ulush bo'lmasligi kerak. Bir kishiga nisbatan qattiq bir o'rtasida adovat paydo bo'lgan bo'lsa, islom keltirgan vaqtida bu islomda bo'lmaganligi sababli bu musulmon kishiga ko'p ozorlar bergan bo'lsa, islomni qabul qilgandan keyin biz unga menga zarar yetkazgan eding deb shaxsiy bundan qisos olishlikka haqqimiz yo'q birodarlar. Ana bu narsani Qur'oni Karim ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب deb bu yerda bizlarni ogohlantiryapti. Sizlarni bir kishilarni yomon ko'rishlik, sizlarni Masjidil Haromdan to'sganliklari sababli Masjidil Haromdan sizlarni mana Hudaybiya sulhida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Masjidil Haromga ashoblar bilan birga haj qilishlik uchun kelayotgan vaqtlarida hajdan to'sishdi. Qalblarda g'azab paydo bo'ldi ashoblarda. Makka-i Mukarramaga yaqinlashgan vaqtlarda bularning yo'li to'sildi. Mana bu oyatda sizlarni Masjidil Haromdan to'sganligi sababli ularni yomon ko'rishlik, tajovuz qilishligilarga sabab bo'lib qolmasin dedi. Alloh subhanahu va taolo hatto musulmonlarni shunday ta'lim beryaptiki, ularning qalbidagi hamma harakat Alloh uchun bo'lmoqligi kerak. Hatto Masjidil Haromdan to'sgan odamlar to'sganliklari sababli ularga bo'lgan adovat ham ularga tajovuz qilib qo'yishlikka sabab bo'lmasin deyapti. Mana bu adolat islomdan boshqadan istashilgan kishi ovora bo'ladi. Bu adolat hatto johiliy hamiyatlar bilan biror bir ish qilishlikka huquq bermaydi. Bu bir tog'ni bir joydan ikkinchi joyga ko'chirishlikdan ham og'ir ishdir birodarlar. Qaysi bir kishi agar qo'liga huquq keladigan bo'lsa, o'zining dushmanlardan o'ch olishlikka bu kursini foydalanadi. Ammo musulmon kishilar hatto o'zlarining otalarini shahid qilgan kishilarni dushmanlarni musulmon bo'lgandan keyin ko'rib yurishardi, zarracha zarar yetkazmasdi. Ko'p azob bergan o'ziga
bo'lgan kishilarning islom qabul qilgandan keyin ko'rishardi, bularga nisbatan adolat qilishardi. Tajovuz qilishmasdilar. Bilol Habashiy shuncha azob bergan kishilardan o'ch olmadilar. Hamza ibn Abdul Muttolibni shahid qilgan Vahshiydan biror bir sahobiy o'ch olmadi. Islomni keltirganda, ular hijolat bo'lib turganda, bular tomonidan balki al-islamu yajibu ma qabla, islom o'tgan gunohlarning hammasini yuvadi, bunga e'tibor bermang deb kutib olishdilar. O'zlarining dadalari, farzandlarini qatl qilgan kishilar islomni qabul qilganda, Hind Hamza ibn Abdul Muttolibning jigarini chaynab qo'ygan kishilar islomni qabul qilganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'chamadilar ulardan. Chunki ular Qur'on madrasasida ta'lim olgan edilar. Ular Yevropa madrasalarida ta'lim olmagan edilar. Ular Qur'on madrasasidan tarbiya olib chiqqan kishilardir. Bular o'zlarining shaxslari uchun zarracha o'ch olishmadilar. Islomga zarar yetkazgan kishilar, islom bilan kurashib yurgan kishilar, islomni yo'qotishlik uchun maosh olib ishlaganlar, islomga kirishsinlar qo'rqmasdan, islom ulardan qasd olmaydi. Islom ulardan o'ch olmaydi. Balki musulmonlar ularni islom o'tgan gunohlarning hammasini kechiradi deb shu vaqtdan o'ziga birodar sanaydi. Masjidil Haromdagi o'rindan to'sganliklari sababli Masjidil Haromdan to'sishlik ularning otalarini o'ldirganlikdan ham qattiq ularga azob berardi. Alloh subhanahu va taolo Masjidil Haromdan sizlarni to'sganliklari sababli bir kishilarni yomon ko'rishlik, tajovuz qilishlikka sabab bo'lmasin dedi. Va ta'avanu alal birri vat taqva. Yaxshi taqvo ishlar ustida o'rtoqlashinglar. Mo'min kishi kim bo'lishligidan qat'iy nazar, dunyoning qaysi bir burchagida yashayotgan mo'min kishi bo'lsin, yaxshi ishni qilayotgan bo'lsa, shunga yordam berishlikka, borib ulgura olmasa, duo qilib unga Xudoyo shuni ishiga madad bergin deb duo qilishlikka ma'murdir. Taqvo ishlarida o'rtoqlashlikka Alloh subhanahu va taolo buyurdi. Va la ta'avanu alal ismi val udvan. Gunoh, tajovuz ishlarida yordamlashmanglar. Alloh subhanahu va taolo gunoh ishlarida yordamlashishlikni man qildi. Agarchi bu otasiniga bo'lsa ham, shuning uchun masalalarda mabodo bir kishining otasi mast qiluvchi ichimlikni ichadigan bo'lsa, menga mast qiluvchi ichimlikni olib kelib ber desa, olib kelishlikdan Xudodan qo'rqaman desin. Ammo ichib bo'lgandan keyin shu shishani tashab yuborgin desa, bunda otasiga itoat qiladi. Chunki bu gunoh emas. Islom ulamolari yaxshilik va taqvo ishlarida o'rtoqlashinglar. Gunoh va tajovuz ishlarida o'rtoqlashmanglar, yordam bermanglar degan oyatlarga juda amal qilishdilar. Bir kishi mast qiluvchi ichimliklar bilan ziyofat uyushtirayotgan kishiga xizmatlar qilib yordam bergan kishi Allohning buyrug'ini aksini qilgan bo'ladi. Shariatda harom bo'lgan narsani vujudga kelishligiga harakat qilgan odam gunoh ishga yordam bergan bo'ladi. Uning kasbi harom bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo faqat yaxshi ishlar va taqvo ishlar yordamlashinglar dedi. Hatto ulamolarning bittasi amal qilgan shunday islom ulamolari bo'lganki, u kishidan bir zolim bir podsho qalamingizni berib turing, bir narsa yozmoqchiman deganlarda, qalamim yo'q desam yolg'on gapirgan bo'laman. Qalamimni bersam, bu qalamim bilan bir zulmni yozasan-da, men shu zulmingga sherik bo'lib qolaman. Qur'oni Karimda Alloh taolo gunoh, udvon, tajovuz ishlarda yordamlashmanglar deyapti degan ekanlar. Hatto bizi islom olamida shunchalik amal qilgan kishilar bo'lgan. Bu Qur'on ta'limotining natijasida mu'minlar shunday komil tarbiyalarga yetishdilar. Shuning uchun
bizdan ham juda ko'p masalalar so'raladi birodarlar. Agar biz shu masalani bilib olsak, juda ko'p masalalarni so'rashlikka hojatimiz bo'lmaydi. Qarindoshlar bunday deyapti, dadam bunday deyapti, o'rtoqlarim bunday deyapti, shuni qilsam bo'ladimi, yo'qmi degan savollar bo'ladi. Shu oyat ularga javob bo'ladi. Agar gunoh ish bo'ladigan bo'lsa, tajovuz, zulm ishlar bo'ladigan bo'lsa, o'rtoqlashsa, bu gunoh bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo man qilgan. Yaxshi ish bo'lsa, taqvo ishlar bo'lsa, o'rtoqlashsa, Alloh subhanahu va taoloning buyrug'ini qilgan bo'ladi. Mana shu bilan o'zlariga bir hukm chiqarib olishadilar. Vattaqulloh, Allohdan qo'rqinglar. Shaxsiy o'ch olishlik uchun Allohdan qo'rqinglar. Hatto Masjidil Haromdan sizlarni to'sgan bo'lsa ham ularga tajovuz qilmanglar. Islomga zarar yetkazib, islomga bilan kurashib, ma'lum bir davrlar o'tib buning xatosini tushunib, men islom meni kechirarmikin deb o'ylamasin. Islom uni kechiradi shu vaqtda. Agar sodiqlik bilan qaytgan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo kechiradi. Balki u shu vaqtda islomga sodiqlik bilan qaytganda boshqa musulmonlardan shu qaytgan vaqtida ulug' bo'ladi. Chunki boshqa musulmonlarning gunohi bo'ladi, ammo u gunohdan toza bo'lib turgan holatda bo'ladi. Vattaqulloh, Allohdan qo'rqinglar. Innalloha shadidul iqob. Alloh subhanahu va taoloning azobi qattiqdir. Mana shu oyatlar bilan Qur'oni Karim nozil bo'lishligi bilan inson degan narsa tug'ildi. Biz agar shunday ta'bir bilan aytsak, xato qilmagan bo'lamiz. Islomiy manhaj bo'lgan davrda, islomiy manhaj hukm surgan davrda inson vujudga kelgan. Islomiy manhajsiz haqiqiy inson vujudga kelishligi mumkin emas. Mumkin suratda inson deb atalgan maxluq bo'lishligi mumkin, lekin u inson bo'la olmaydi haqiqiy. Qur'oni Karim tarbiyasi jahiliyat davridagi hech qanday qonunga muqayyat bo'lmagan kishilarni shunday oliy martabaga olib chiqoldi. Bir kishi, ayol kishi farzandini sinasidan ovqatlantirsa, tahorat ketadimi debdi, tahorat ketmaydi. Ba'zi kishilar shunaqa bir savolni ko'p berishdi. Shu savollarda necha marta berdi, men umumiy fikr bilan unga javob bergan deb bilardim. Oshkor javob berishimiz kerak bo'lib qoldi. Ba'zi kishilar mana dadalarimizni qabriga, manaqa ba'zi validalarimizni qabriga bir g'ish tosh urishlik, mana shunaqa narsalar to'g'risida so'rashibdi. Bu narsaga javob shuki, birodarlar, islom kishini hayotda iymon keltirish, amali solih qilishlikka buyurdi. Va qabrni obod qiladigan narsa iymon, amali solih deb o'rgatdi. Va o'tib ketgandan keyin amali to'xtaydi, 3 ta amali davom etadi. Birinchisi sadaqa-i joriya qilib ketgan bo'lsa, ikkinchisi foydalanib turadigan ilm qo'yib ketgan bo'lsa, uchinchisi solih bir farzand qo'yib ketgan bo'lsa, uning haqqiga duo qilib turadigan, shun bilan uning qabriga savob borib turadi. Bu qabrlarning ustiga qo'yilgan narsalar islomga ziddir. Bir odam musulmonman desa, g'ish, tosh va shunga o'xshagan hozirgi qiymatbaho toshlarni sarf qilishligi isrof va hamda shariatga zid. Chunki mo'min odamning qabrini usti ochiq bo'lsa, unga rahmat yog'ilib turadi va ko'p narsalar unsa, unga manfaati bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 2 qabrni oldidan o'tdilarda, shunda ikkovlari azoblanayotganliklarini aytdilar. Bu tafsiliy keng gap, buni aytib o'tirmaymiz, biz kerakli joyini olamiz. Shunda bir novdani
olib tushishlikka buyurdilar, novdan olib ikkiga sindirib qabrga sanchib qo'ydilar. Shunda yo Rasululloh nimaga shuni qildingiz deganlarda, quriguncha foydasi bo'lib turar dedilar. Demak, ho'l narsa, ko'katlar o'sib tursa, dadasiga, volidasiga, kim shu mayit bo'lib qabrda yotgan kishiga manfaati bo'lib turadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shahodatlari bilan. Mabodo bir kishini men dadamga, buvimga hayotda ham yaxshilik qilmadim, endi o'lgandan keyin ham bu qasdimni olib bir yomonlik qilay desa, qiymatbaho toshlarni qo'yib qo'ysin. Ana unga ustiga qo'ysin-da, shuni qo'yib dadasiga, buvisiga tinmay shu yomonlik qilib turib o'lgandan keyin ham degan qasdi bor odam qilsin shuni. Ana shuning uchun shuni, lekin biz bir narsani kimdan olyapmiz? Ba'zi kishilarga haqni gapirsak, ba'zi bir shariatga muvofiq bo'lgan narsalarni aytsak, ota-buvamiz qilmagan, ota-buvamiz qilib kelgan ishni qilamiz degan bizga savollarni, gaplarni aytishadi. Bu birinchidan xato bo'lishligidan tashqari, men shularga aytmoqchiman. Shu o'tirgan yosh katta kishilarning ota-buvalari mast qiluvchi ichimlik bilan bularni uylaganmi, yo'qmi? Shu o'rtada har xil ziyofatlarni munkar, shariatga xilof bo'ladigan holatlar bilan uni turmush qilayotgan vaqtda shunday qilganmi, yo'qmi? Yo undan tashqari shu hozirgi yoshlarning otalari benamoz bo'lganmi, yo'qmi? Nima uchun dadasining faqat namoz o'qiganligini, dadasi olim bo'lganlar, bizni dadamiz olim o'tganida men ham olim bo'lay demaydi. O'tgan kishilar shunaqa ota-buvalarimiz marmarlar qo'yib qiymatbaho toshlarni qabrning ustiga qo'yganmi? Nima uchun bir kishi aytmaydiki, ota-buvamiz qilmagan ishni qilyapmiz u mana demaydi. Biz agar bir kishi o'zining o'tgan otalariga yaxshilik qilishlikka hadis shariflar bizga yo'llanma berdi. Biz Qur'on va hadis asosida ko'p narsalarni bildiramiz. Bu islomga dushman bo'lgan taraflardan uyushtirilgan narsaki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, qabrlarni ziyorat qilinglar, oxiratni esinglarga soladi dedilar. Qabrlar oddiy bo'lib turganda borib, shunday katta kishilarning tuproq ostida yotganligini ko'rishlik bilan insonga bir ta'sir bo'lib, men ham shu yerga kelaman deydi. Men ham shunday tuproqning ostida olaman deydi, yotaman deydi. Shun bilan ta'sirlanib iymon amali solihini o'nglashlikka harakat qiladi. Ammo hozirgi vaqtda shu qabrlarni eslashlik bilan hidoyatlanib qolishlik mumkin edi, ana shunday bo'lganda qabrlar. Ammo endi qiymatbaho narsalarni ko'rsa, u qabrga borib ham oxiratni eslashlik o'rniga bir qandaydir bir ziynatlarni o'rganib keladi. Ana bu hozirgi vaqtdagi ba'zi qabrlarni ko'rishlik oxiratdan uzoq qilib tashlaydi odamni. Balki buzadi, men ham shunday narsani qilaman deyishlikka. Shuning uchun yana qisqaroq qilib aytamanki, bizni Rasulimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, ho'l narsaning ustida turishligi qabrdagi kishiga manfaati bo'ladi dedilar. Hatto azobi qabrlar bilan azoblanayotgan kishini azobi yengillaydi dedilar. Agar bir kishi hech bo'lmasa dadamning azobi yo volidamning azobi bu azoblanayotgan bo'lsa yengillab tursin desa, qabrining ustini ochib qo'ysin. Yo'q bo'lmasam bir qasdi bo'lsa qilaversin shunday narsalarni. Bu haqda ko'p bir savollar yozilibdi. Bizi javobimiz shundan iborat, birodarlar. Ba'zi kishilar duo qiling debdilar. Alloh subhanahu va taolo betob kishilarga Alloh shifo bersin. Ilm o'qiyotganlarga Alloh subhanahu va taolo ilm berib, olim, mujohid bo'lishligi bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo bizlarga shariatga muvofiq bir amal qilishlikka Alloh tavfiq bersin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim g'ayril mag'dubi alayhim valaddallin. Bu birodarlar, hozirgi so'zlar o'zini mu'minman, men Rabbim bor, menga payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni Alloh Rabbim jo'natgan degan kishilarga, u iymoniga aloqasi yo'q bo'lgan kishilarga emas. Ular bizdan so'ramaydi ham, shariatga muvofiq bo'lishligini xohlashmaydi ham. Shuning uchun mu'minman degan kishilar o'zi majburki kitobi sunnatga amal qilishlikka. Lekin mu'min emas degan bo'lsa,
uning kitobi sunnatga amal qilishligi uniki majbur emas, chunki u do'zax ahllaridandir u. Shuning uchun biz shuni yaxshi tushunishimiz kerakki, bir kishini islomga majbur qilinmaydi. Aqidaga kirasan, musulmon bo'lasan deb majbur qilinmaydi. Ammo ixtiyori bilan musulmon bo'lsa, endi kitobi sunnatga amal qilishlikka majbur bo'ladi endi. Chunki ixtiyori bilan bu aqidani tanlagan u kishi. Subhanahu va taolo taqvoga buyurdi. Allohdan taqvo qilinglar va sodiqlar bilan o'zining so'zi va amalida sodiq bo'lgan kishilar bilan birga bo'linglar. Chunki Alloh subhanahu va taolo bunga buyurdi. Estaizu billah ya ayyuhallazina amanu taqulloha va kunu ma'as sodiqin. Alloh subhanahu va taolo iymon keltirgan kishilarni ahdlarini to'la o'tashlikka buyurdi. Estaizu billah ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqud. Ahdlarga vafo qilinglar dedi. Bu ahdlarning birinchisi Allohga bo'lgan iymondir. Allohga bo'lgan iymon agar topilmasa kishida, u har qancha amal qilishligidan tashqari ko'rinishi chiroyli bo'lgani bilan bir puch hech qanday ahamiyatsiz bir amaldir. Bu ahdlardan bittasi namoz o'qishlikdir. Alloh subhanahu va taolo iymon keltirgan kishilarni namozni barpo qilishlikka buyurdi. Namoz o'qimaganlarning qattiq bir vaid bilan Qur'onda ular haqida do'zaxda ekanligini bayon qildi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ma salakakum fi saqar?